yaptı da. Hammasi joyida. Bu yangilik emas ki. Bu eski gap bu. Bu ota boğulmuş boğulardan dolayında keyin gap. Ahma ayağına qaraydi shu. Bugungi kunda yangilik. Bugungi kundami? Shu havo yog'ib turib, ertaga mana bu kirib ko'tarilgan bo'lsa, xalq nima chaqda. Mana masjidga boramiz, borasizmi? Boramiz. Yuraman, sekin yuribdi. Yurib bo'lmaydi. Nimaga deysizmi? Bu xazonni yo'qadi, ayollar itirib borib, hamma joy butun kutyapti. Shuni yo'qmaylar deb shu imomlar tashviqot qilsa. Bo'ladi. Foydasi bo'ladimi? Bo'ladi deganda. Bugun mana kecha kechqurun ko'rganmiz, prezident qizi koronaga bordi, Teplitsada. Ha, ijob taxliyapti. Mana shu narsalar bizlar ham shahrimizda nagi yo'qshi o'qisak bo'lmaymi shu Bo'ladi. qishloqlarda? Sog'liqni saqlash vazirligi niqob taqinglar deyapti. Demakki, shu jondan o'tyapti-ki, Vaziyat yomon. vaziyat yo'q. Ali aytganki, changni minglashi, bizlar umrimiz qisqarib ketyapti. Ben baykaman, baykaya getirsem, ya şaka o'taman, sen o'tir. Rahmat sizga psixolog kelganlar. Bo'ldi, demaysiz-da. Ketdimi Toshkentda ko'rinyapmanmi u men? Ya endi men bu narsani ko'ra 78-yilda. Hisoblaydi. Alloh nasib etsa bizga nima bersa, 50 yil xalq xizmat qilgan. 30 yil bo'ldi bank tizimida ishlagan. 30 yil. Rahmat. 95-yil 10-iyunda mana bu yerda Ahranamda savdogardan bo'laydi, bilsangiz. Men bilaman. Ragovoyda o'siydi, men tupini zaniyasi. Ha. Mana shu yerda isposhildi. 18 desar bo'laydi. 48 ga keldik. Yana 30 yil ishay. Bo'ldi. Pensiya chiqsam, Alloh nasib etsa, shunday ish yig'ishtiramanda 5 vaqt namoz o'qiyman, tutunga boraman, marakaga boraman, suhbatchamni qo'yib olaman, Alloh nasib etsa bersa Alloh. Ayni, agar hammaga sabab bo'lsa, mana yoshim 65 da, 47 yil bo'lib ishlaganimda bitta narsani ichakdan chiqarmayman. Ertaga pensiya chiqsa, ishni qo'yaman degan gapni umuman xayollarga chiqarib turmayman. Men o'sha gapni yoqtirmayman. Nima sababdan so'rayman. Alloh juda ko'p ustozlar bilaman, shunday ulug' ustozlarim pensiya chiqqandan keyin yig'ishtirdi hammasini, tashladida orqadan ketib. Eng yomon tashqi. Boshqa gap bor bu yerda. Qarang, mana sal o'ylaymanmi? Xatar oldingiz yo'qmi gap bunda? Yo'q, davlatga o'tirmaykasiz mana. Mayli. Lekin o'tirmaykasiz Ha, mana. davlat chizdi. Ya harakat qilishga, bari harakat qilishga. Voy, yasharamdi. Nima degan bu? Harakat qilishga. Agar men olib chegirgan